علیکم اهلی تماشابینان، خوش آمدید به کانال مامورازیا. با شما مامورجان سوانوف. امروز یکشنبه قرار داریم در بازار دوستی جیلکول داریم ویدیو سیمکا کردیم. گوی شرطه گناجینای یوش، گناجینای بغض، گوسلای بیوچا مرامت ویدیو را تا آخرش تماشا کنید. ویدیو معقول باشه لایک کنید. کسانی که در کانال مهمان است обязательно подписаться کنید. ویدیو را سر کنید. یا گوی شرطه چورم باچاش گناجی بوده. سهار بگا 6 لیتر شیر دارد. 10,000 روپیه با معامله دارد. بزرگ چند کرای نمیده. یا گوی یوش یک تا زویدگی بوده. پر هفتگی نیست. 13,000 میگه بزرگ تو هفته نیمه نرخ کده اینه. بازار 7,500 میگه نرخ تو bitta توگن سیگر. نه گناجین یاش پر هفتگی نیست. گناجین زودتر کرپات ده. 8,000 روپیه با معامله داره. بازار تو 6,800 نرخ کده اینه. سایدش باز ما با نیچه منا باز گناجین 7 aylık باز 6,500 deyip yana savdosi bor. Bozor 5,500 gacha narx qilyapti. Bunisi ham 6,500, bozor 5,500 gacha narx qilyapti. Bu ham bozmi aka? Diyim zo'shayda aka. Ya go'y shirte, duyum bachash, duyum zo'y bachash, g'unajin kutena. Bu qacha? Bachash bu qacha bilan. 6 litr bolog garantiya shir. 11,000 rupiya bu muomala dora. Bozor to 12,700 da narx qiladi. Shir ishda garanti dodaysiz. Mana bolali sigir 7-chi bolasiga ekan. Bolasi ho'kizcha. Ertalab kechqurun 10 litrdan 20 litr garanti suti bor. Ustiga garanti beryapti mana. 13 ming deyapti, yani savdosi bor. Bozor qancha qilganini bilmaymiz. 13,000 mega bu muomala dora. Sahar bega 20 litr shir dora mega garanti chiqadi. Haftum bachash da bachash bu qacha. 13,000 muomala dora. Buna yosh g'unajin. Bo'g'oz amaza? Yosh g'unajin 5,500 deyapti, yani savdosi bor. Bozor 5,200 gacha narx qiladi. G'unajin yosh. Bozor to 5,200 narx qiladi. Bunda yosh g'unajin 5,500 deyapti, yani savdosi bor. Bozor 4,600 gacha narx qiladi. Bozor to 4,600 narx qiladi g'unajin. Mana 4 ta g'unajin, yosh g'unajinlar. Mana bunisi 5,5, bunisi 4,5. Buna ikkitasi karpat ekan 5,000 dan mana. Mana akamizning g'unajinlari. Bozor qanchadan qilyapti bular aka? 43, 45, 4, 5. Buni 45 ha? Buni 44. Buni 4,000 qilyapti, buni 5,000. Buna yosh g'unajinlar, bunisi 4,500, bunisi 5,000, bunisi 5,000. Bozor qancha qildi buni? Bozor 4,500 narx qildi. Buni qancha qildi? Buni 4,200 narx qildi. Harodali g'unajinlar bor.
Buna yosh g'unajinlar 3600 dan yana savdosi bor. Bozor 3200 dan narx qilyapti. 3600 da bozor 3200 narx qilyapti. G'unajinlar yosh. Ne g'unajinlar yosh gusala. Na maydash surx dini mazor, ish seyni mazora. 6000 kada. 6000 ira 1800 narx kada bozor. Ne g'unajinlar yosh surx alavda. Seyni mazora bu muamiladora ish 4000. Ish 4000 bu muamiladora. G'unajinlar oyandi bor. Ne g'unajinlar yosh seta g'unajin. Seyni mazori da bu muamiladora. Bozor isha dinim kada isha sham dinim. Vah. Isha 4 saat narx. Yosh g'unajinlar 3500 dan. Savdosi bor yani. Bunda yosh g'unajinlar 4000 dan deyapti, yana savdosi bor. Bozor 3600 dan narx qilyapti mana. Yenasini yemin yurgan mollar risk Mana 8 oylik toychoq. 8 oylik toychoq erkak. 4000 gap yana savdosi bor. Bozor 3700 qildimi? 3150 ga. Bozor 3150 narx. Ne şaşma. Aspçay nar. Bozor 3150 so'm narx qiladi. Ne aspinar ay 500 guzashtagi. 500 guzashtagi asp farbe bdaynaki. 14000 mega bu muamiladora. Bozor chand ka? Bozor 8.5 narx qiladi. Telefon nomeri Gavzan aka. 900 34 44 90. Ne xaridora bo'lsa, marhamat zang zani ina. Aspi gareni bidaynik. Yosh g'unajinlar 4500 dan mana ikkitasi. Sariq bilan qora. Bular qanchadan? Bular 4 dan. Bular 4000 dan mana. Ariqroq malakan 4000 dan. O'zimizning Eshbekning mollari. Qanday g'unajin? Cho'riniysiz, muomala to'g'ri. Ha?